Assalomu alaykum qalbi pok vatandoshlarim. Mana bugun juma ayyomi 23-yanvar kuni prezident janoblari tashrif buyurarkanlar. Hamma gulranoni gapiradi. Hamma taftish uzi gapiradi. Gapirmagan insonlar qolmadi. Bizani hayotimizdagi suv, gaz, svet, suv oshishini hech kim gapirmaydi. Birov bir narsa qilib qo'yib tursa million prosmotr bo'ladi. Lekin ko'z o'ngimizda bo'layotgan narsalarga anaqa qilishmaydi. Hozir shundan foydalanib, mana har anaqada prezidentimiz islom sivilizatsiya ochildi-yu, islom sivilizatsiya tomoshalar zali markaziga aylandi. Mana hozirda endi mana odamlar shu qattan odam kelsa sivilizatsiyaga keladi. Biz prezident janoblarini yaqinlariga ham yo'l olmaymiz. Dardimizni aytolmaymiz. Yana men tushunmadim. Bundan keyingi hayot qanaqa bo'ladi? O'z tasavvurimga ham keltira olmayman. Sababi narx-navo oshib yotibdi. Yevropa standartlariga moslayapmiz deydi. Xo'p, biz rozimiz. Lekin Yevropa standartlaridagi $3,000, $5,000 oylik berib qo'ysin, ana undan keyin oshirsin. 105 milliard Amerikaga anaqa investitsiya qilishibdi. O'sha 105 milliardga bizani o'zimizda qancha zavod, fabrikalar, har xil maishiy sexlar, hamma narsa qilish mumkin edi-yu. Bizani O'zbekiston o'zi investitsiyaga zor bo'lsa-yu, lekiniga bizani davlatimiz xalqni o'ylamasdan turib investitsiyani Amerikaga, qudratli Amerikaga tikishsa, O'zbekistonga bo'lmasin. O'zbekistonning mulki O'zbekistonga bo'lmasin. Mana ahvolim. Bitta jemperdaman. Mana ahvolim. Nima qilishim kerakman? Prezident janoblari necha marta chiqdim. Oyoq qo'limni bo'ylab qo'yib 5 metr masofadan gaplashing dedim. Mana bugun Olmazorga yana tashrif buyuryaptilar. Men 9 yil prezidentga murojaat qilib ko'sam oqarmadi, baraka topmadim. O'z xalqini manfaatini o'ylamagan samolyotda u yoqdan bu yoqqa prezident janoblari uchib kelsalar-yu, xalqlaridagi ichidagi bo'layotgan narsani bilmasalar. Bu qanaqasi? Menga topib beringlar, konstitutsiya sizniki, bizniki, hammamizniki, barchamizniki deb shior qilib, faqat inson huquqi himoyasiga ishlaydi. Qani o'sha bekinmaganlar chiqsin bu yoqqa, xalq himoyasi uchun konstitutsiya ishlaydi deb. Zo'r qilib anaqa qilishda muzikalar qo'yib, konstitutsiya sizniki, bizniki deb. Qani o'shalar bekinmaganlar, xalqqa zarariga qo'l ko'tarib ovoz beradiganlar. Qonun yaxshi tomoni amaldorlar uchun ishlaydi, salbiy yomon tomoni fuqarolar uchun ishlaydi. Nima qilishimiz kerak? Prezidentga tashrif etishadiki, tashrifni o'zini anaqasi bor, yo'li bor, qabuli bor. Biz prezidentga men portaldan necha marta murojaat qilganman, prezident mana uchrashuv tashkillatib amaliy yordam beringlar deb. Qachon bizani prezident eshitibdilar? Qachon o'sha portaldan o'qibdilar? Essiz binolar, bu xalq qabulxonasi ochildi. Essiz bino, essiz ularga ketgan oyliklar. Biz chirqirab o'tiraveramizmi? Qachongacha shunaqa davom etishi mumkin? O'lib ketganimizdan keyin keragi yo'q hech narsa. Prezident janoblari agar shuni ko'rayotgan bo'lsalar, bugun tashriflariga jon-jahdim bilan chiqishga harakat qilaman. Bundan keyin ham prezident janoblari bilan ko'rishishga harakat qilaman. Agar ko'rishmasalar, bilmadim endi. Amerika qudratli davlatga, Davosga boryaptilar, chet ellarga boryaptilar samolyotda uchib. Olmazor tumani 2 qadam. Mana bugun ham kelyaptilar. Nimaga xalq bilan ko'risha olmaylar? Sabab
xalqqa bitta ahvolini, abgor ahvolini ko'rib, men xalqni shu ahvolga keltirib qo'ydimmi deb anaqa qilarlarmi? Nimaga? Yoki o'zlari aytadilarmi, men kelganimda hech kimni yo'latma, tinch kelib ketdi, hech bir inson fuqaro meni yaqinimga yo'lamasin deb aytib qo'yganmilar tumanlarga. O'shaning uchun o'tkazishmaydi, yo'latishmaydi. Qachongacha bunaqa davom etishi mumkin? Dod deymiz, faryod deymiz, nola qilamiz. Qachongacha? Mana ahvol. Men bu jempirda o'tiribman. Bularning xotini-yu, singlisi-yu qavat shuba brendoviy magazinlardan kiyinishadi. Bizda kambag'allar jempir kiysa ham bo'ladi, qishda qahraton qorada, Bizda ham yashagimiz keladi, hayot bir marta beriladi, 10 marta berilmaydi. Любой inson yashagisi keladi. Qachongacha bunaqa davom etishi mumkin? Gulrano ishi, qo'yveringlar, Gulrano ishini sud hal qiladi. Hammasi uchun qonun bor, uni hal qiladi. Gapirmanglar. Qo'lingizdan kelmagandan keyin zarar tegizmanglar. Qizi o'g'li bor, o'ylab gapirsin. Mani gapim. Taftish o'zi qamashdi. Unda voy gapirmagan odam qolmadi. Voy men ham bitta gapirib olay deb hammasi chiqdi. Fikr bildirishga. Fikr bildirmasdan o'zimizni men bu qiyinchiliklarni, narx-navolarni, limitlarni gapirishmaydi. Nima uchun? Tili yo'q unaqa payt. Mard bo'lsa gapirsin, limitlarni yo'qotinglar, xalqqa yengillik beringlar, arzonlashtiringlar. Yevropa standartiga, agarda Yevropa standartiga qiladigan bo'lsa, Yevropada oylik palon pul, yevroda, dollarda, bizda so'mda arzimagan 1 millionga bitta setken to'lmaydi. Qachongacha yalinib abgor bo'lib o'tib ketamiz? O'zbekistondagi bu mulki o'zini xalqiga bo'lmay begona davlatga chochasizlarmi? Amaldorlar, Xudodan qo'rqinglar. Xalq zarariga qo'l ko'targaninglarda o'ylanglar, ertaga keyingi avlodga nima deymiz biz? Bizni qo'l ko'tarib tasdiqlovdik deysizlarmi? Yevakkan oyliginglarni halollab yeylar. Xalqqa azobga qo'ymanglar. Qachongacha dod qilamiz? Tarmoqga hech kim chiqmaydi. Uni masalasi hal bo'lsa. O'sha masalasi hal bo'lmaydi. Yuradi, yalinib, yolvorib, oxiri tarmoqga chiqadi. Qachongacha shunaqa davom etishi mumkin? Hozir o'sha kambag'al emas, qashshoqga aylandi. Yana emishki, anaqa nogironlarga anaqa pul beriladi. Nogiron qatdan anaqa bo'lsin, kommersant bo'lsin, biznesmen bo'lsin. Fizически sog'lom, qo'lida puli borlar bir ishi eplolmayapti. Qattan bo'lsin. Bundoq qaraganda qatdan. U bechoralar millioner bo'lib ketadimi? Keyin aytasizlar, voy, вообще bizda kambag'al qashshoq yo'q, hammasi millioner deysizlarmi? Xudodan qo'rqinglar, bandalarning yuziga qarashga, fuqarolarning yuziga qarashga uyalinglar hech bo'lmasa. Bizda konstitutsiyani jalb qilganimizda inson huquqi himoyasi uchun deganmiz. Bizning gaplarimiz qayerda qolib ketdi deb. Suv biqir qaynaydi. Toshib ketsa, uni qaytib ichiga solib qo'ya olmaysizlar. Xalqqa ham jonidan to'ydirmanglar, erkinlik beringlar, arzonchilik beringlar, xalq ham yashasin. Prezident janoblari amaldorlarga yashil koridor ochib berdilar. Ular saryoda sirpavatdi. Amabda kambag'allar o'lib ketsa hech kimning ishi yo'q. Salomat bo'lasizlar.